Xo'p, do'stlar, assalomu alaykum. Vithouse obunachilari sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlarga navbatdagi Cobalt'imizni bir qisqacha obzor etacakman. Ish og'amizniki bo'ladi Cobalt. Moshiyatib taxladik, torpeda chixollari, 10 poliki, i obshipki kozalaridan moshiyatib, xo'shroyatib yopishtirib berganmiz. Qaranglar, hammasi bir-biridan qo'shadigan xo'shroy bo'lib chiqqan. Chixol ham dim yaqimli chixol, o'rtasida barxitni, yoz ham, qish ham 410 ham yetaveradi. Arkalari koza bo'ladi. Patinka deganda, loy bo'lganda sirib tozalamoqqa o'ng'ayli. Arkalarning durishini qaranglar. Odam настроениясini haqiqatdan ko'tarib beradi unda yetib taxlab qo'yibmiz. Obshipki koza, chixol, 10 polik, torpeda chixol hammasini mashina deb taxladik. Mashinada o'tirganda ham rasman настроенияga, kayfiyatga ta'siri bor jigarlar. Kim agar shunday deb o'zining salonini mashina deb taxliman desa, zo'r etib taxliman desa, o'zgacha bo'lsin desanglar, Vithouse kelsanglar, shunday proyektlarni ishlab beramiz. Xo'shroy proyektlarni. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Vithouse kelaverasizlar. Og'a, bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Gap turing, bizdan ko'ngil do'qmang. Yenga sabon. Yenga men podarkilarini berib, mashina deb ina. Mashinaning durishini qaranglar. Dim xo'shroy bo'ldi. Video like bosib, Cobalt va jigarlar otib berasizlar. Liboy mashinani taxlib beramiz. Ishlamiz. To'g'rimi kichik?